Barchaga salom do'stlar, sizlar bilan men Nezarrat. Do'stlar, bugun mana shu g'alati blok haqida gaplashamiz. Bu ko'rinishi yog'loq obsidiandan qilinganga o'xshaydi. Va qani unda ketdik. Avvalo buni crafting tabliga qarab ko'ramiz. Va mana uning crafting tabli bu yog'loq obsidian va qandaydir blok. Bu ikkalasi ham Netherda uchraydi. Demak, bu Netherga xos blok. Unda Netherga ketdik. Mana Netherga ham kirib ko'ramiz. Uning craftida ishlatilgan bu blok haqida gaplashsak, bu blok Netherda yerlarda uchratishingiz mumkin. Va bu blok biz gaplashayotgan blokimiz bilan biror narsaga bog'liqligi bormi? Ha, albatta bor. Agar bu blokni bir marta etsangiz, sal portalga o'xshagan narsaga urishingiz mumkin. 2 marta, 3 marta va 4 marta etsangiz, uning bu joyida sariq narsa to'ladi. Va buni ustiga bitta etsangiz, siz endi Netherda qayerda o'lib qolsangiz ham shuni yonida tirilasiz. Va bu 4 marta ezganingiz uchun faqatgina 4 marta tirilasiz. Keyin esa bu o'chib qoladi. Va mana ko'rsatib beraman. Birinchi marta o'laman. Va ikkinchi marta o'laman. Mana kamayib boryapti. Agar buni 3-marta va 4-marta o'lganimdan keyin bu o'chib qoladi. Mana 4tadan keyin so'nib qoldi. Va 5-marta o'lganimda esa to'g'ri olamdan paydo bo'ldim. Video yoqqan bo'lsa like bosib obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videomiz piglinlar haqida bo'ladi.